Albatta, biz 10 yil birga ishladik. Meni kichkintoyim, men seni sog'inaman. Qo'zg'olonchilar bo'lishi mumkin emas, ular faqat ertaga kelishi kerak edi. Xaos ovchilari bizga birinchi marta bostirib kelayotgani yo'q. Eslang, 19-zona qit'adagi eng xavfli obyektlarni o'zida saqlagan, lekin biz har doim oldinda bo'lganmiz. Ayniqsa SCP-001 borasida. U vaqtlarni boshqara oladi. Dushmanlar kelganida biz vaqtni boshqara olamiz, chunki bizda SCP-001 bor. U bizning bazani doim xavfsiz joyga ko'chiradi. Endi uni kameradan chiqarish vaqti keldi menimcha. Tezroq yoqing!